O'rtoqlar, bilaman, bunaqa videoga hech kim like bosib podderishga qilmaydi. Chunki bu video yaxshilik sari, yaxshilikka hech kim hozir yoqtirmaydi. Mana bu uyni ko'ryapsizlar. O'sha kuni videosini qo'yganman. Mana shu xonada, bir xonada, remontsiz xonada bittagina yolg'iz onaxon yashaydi. Boquvchi, qarovchi hech kim yo'q. Svet yo'q ekan bu yoqda. Mana svet qo'yilgan. Hozircha svet ishlari bo'lgan. Endi sizlarga hovlini ko'rsataman. Yuragida marti bor mo'min musulmonlar videoni oxirigacha ko'rsanglar, bitta like bosib podderishga qilib qo'yinglar. Yaxshi insonlarga yetib borsin. 1000 so'mdan bo'lsa ham tashasa kartaga pul. Shu faqatgina biz sababchi. Faqatgina shu obunachilarimiz, yaxshi insonlar pul tashagani bilan mehnat bor. Biz faqatgina sababchi o'rtoqlar. Bolalar, o'tgan safar video qo'yganimda ko'rgandinglar, akalar faqatgina beton quyish jarayonida edi. Mana hozir shlaka bloklari yarmini polностью ko'tarib qo'ydi. Xudo xolasa bu ishlar tugagandan keyin tom yopish, shkaturka va hokazo hamma ishlarni xudo xolasa xalqimiz bilan birgalikda yakunlab onaxonga topshiramiz. Sizlardan har doimgidek qo'llab turinglar. Yaxshilik videolarini ham qo'llab turinglar o'rtoqlar. Savob yo'lida. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.